Marg'ilon shahar Oqmashit yaqinida joylashgan Marg'ilon markazlashgan hududlardan biri infratuzilmasi qulay bo'lgan nuqtadan 5 sotidan iborat bo'lgan go'zal proyekt xonadonimiz sotilyapti. Hozirgi zamon talabidagi proyektlar asosida 2 oilaga moslab qo'shgan bu xonadonimizda 7 xonadan ziyod xonalari mavjud bo'lyapti. Undan tashqari oshxonalari bo'lyapti va o'rtada ko'rib turganlaringdek go'zal landshaftli zelyoniy zona. Xonadonimiz pishig'ishda qurilgan bo'lyapti. Azizlar, orientirga yana ham yaqinroq yondashadigan bo'lsak, shundoqona bog'da yo'liga tushganingizda radiator chakkalarimiz ko'chasida joylashgan ekan, 5,5 sotidan iborat. Asosiy dorixonadan kirganimizda yopiq zonamiz bo'lyapti. Undan tashqari mashinaga alohida garaj qismlarini ham moslab qo'yishgan ekan, uni ham alohida darvozalari bo'lyapti azizlar. Xo'p, kirganimizda chap tomonda 3 xona uy ichida sanuzullar bilan bitta oilaga moslab qo'yishgan ekan va o'ng tomonda bitta hojatxonamiz bo'lyapti, tashqi umumiy va undan keyingisi tahoratxona, sanuzul umumiy mana shu yerda o'zida joy bo'lgan ekan. Suv ta'minotlarini tashqi tomonga olib chiqib qo'yishgan va keyingi xonamiz oshxonaga moslab qo'yishgan ekan. Uyimiz pishig'ishda qurilgan bo'lyapti. Mana so'kil qismlariga ahamiyat beradigan bo'lsalaring, chiroyli granitlarni bosib qo'yishgan ekan. Oyoqtaylari poli burchatga qilingan. Mo'zeliyoniy zonamiz ham landshaftni chiroyli zamon talabidagi gullarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Interyerlarga alohida ahamiyat berishgan va bu tomonlarda ham alohida xonalarimiz bo'lyapti. Endi uylarda yorug'lik ta'minotlari hozircha yo'qligi uchun va hech kim yashamayapti. O'shuning uchun tashqi tomondan sizlarga ma'lumotni berib o'tyapmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishlaring mumkin azizlar. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, 170 ming dollar baholandi. Albatta kelishuv asosida azizlar. Pastki raqamlar sizlar uchun xizmatda. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'lasizlar.